Sardor, hali kelasan, O'zbekiston kelasan. Aziz, men charchadim. Men shunday bor, olamni, otamni bag'rida oilamni qurmoqchiman. Kimdirlarga yoqmagan jihatim tugaydi o'sha. Men O'zbekistonga borsam, vatanimga borsam, oilamni qurmoqchiman. Men xalqqa foydam tejatyapti, tegmayotgan joyi yo'q. Xalqqa foydam tejatyapti, tegmayotgan joyi yo'q. Men maqtamayman o'zim. Manaman degan, vatanda yurgan, manaman degan insonlardan ko'ra endi ismini lozimini aytib chiqolmadi bo'ldi. Chiqolmadi, отказ beraverdi. Manaman degan foydasi tegmagan, manaman degan vatanda yurib turib, bir gram vatanga ko'mayli, xalqqa foydasi tegmagan insonlar bo'lishi mumkin. Men foydam tegayotgan insonman. Tegadi bundan keyin. Bundan keyin ham tegayotgan inson. Qo'limdan keladi, dunyosini chappa qilayo'q. Biroz shunday boraman. Bitta o'tinchim. Bitta o'tinchim. Bitta o'tinchim. Shunday borib otam bilan onamni shunday quchoqlayman uyimda. Bag'rimga bosaman, bo'ldi, men boshqa o'tinchim yo'q. Chetda ham uylanaman, chetda ham ota-onamni chaqiraman, lekin men do'stu dushmanni chegamayman. Paloncha deb 1 yildan beri mana shunaqa negativlarni ichiga shunday borib yuzimni yorib qilmoqchiman. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli opa-singillarim, aka-ukalarim. Yaxshimisizlar, tanajonlari sog'mi, omonmi? Mana o'z videoni o'zi birgalikda ko'rdik. Hammamiz ham xomsut emgan bandamiz. Kimni ko'ngliga agar shu Sardor ukamizning gaplari agar og'ir botgan bo'lsa, Alloh yo'lida kechirishlarini so'raymiz. Iltimos. Nimaki hammamizning vatanimiz bor, O'zbekiston. Hech kim vatanidan yiroqda yurmasin. Nimagaki baribir odam vatanni qo'msaydi. Kimni agar shu bir og'ir jinoyat qilmagan, shu menimcha shu bir marta ana shu qiz ko'rsam axlatga tashlayman, musulni yashishga tashlayman degan gapi kim adashmagan? Hamma adashadi. Hozir mana ijtimoiy tarmoqqa qancha hozir odamlar